إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugun Qur'oni Karimning grammatikalik tahlili darsimizninki 13-darsini o'qiymiz. 13-darsimizda Sura Baqaraning 53 va 54-oyatini o'qib o'tamiz. A'udhu billahi minashaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ve iz atayna Musa'l kitabe vel furqana la'allakum tahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala bundaq deydi. Öz vaqtida sizlarni hidoyat topsin deb Musaga haqni batildan ayiruvchi kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Endi Allah subhanahu wa ta'ala deydiki, ey Bani İsrail, sizlar ham mening yine sizlarga bergan mush ne'matni estinglar. Men Musa alayhissalomga sizlarning uningda tafakkur yurgizish bilan, uningdagi ahkamlarga amal qilish bilan hidoyat tepishinglar uchun haq bilan batilning o'rtasini ayiradigan Tavratni Musa alayhissalomga bergan chog'ni sizlar estinglar. Deb Allah subhanahu wa ta'ala ya'ni o'zining ne'matini eslashga buyuryapti. Endi grammatikalik nuqtasidan qaragan vaqtimizda "Ve atayna Musa'l kitabe vel furqana la'allakum tahtadun." Vav huruful atba. Bu ve atayna bu iznayt ko'p takrorlanganligi uchun bu yerda oldingi darsimizda dedik, yana deymiz. Ve izdiki iz ismi zaman, yani vaqt ismi bo'lib, yana sukunga mabni shu iz. Cümle grammatikalik o'rni nima desa, fi mahalli nasbi ma'tub ala ni'mati. Yani mushu Allah'ın uzkuru ni'mati degan so'zdagi ne'matga atbiq qilingan bo'lib, urunja tushuntirib kelgan. Yine hukman maf'ulun bih. Atayna bu ata yani fil madi fa'il na bu na. Musa atayna degan ata degan filning maf'ulun bih evvel birinci maf'ulun bih alametin nasbi al-fatha al-muqaddara ala al-ilib. Çünkü isim maqsur ochiqqa ay Musa'dagi ilibning ustida ba deb qo'yilgan fatha tushuntirishdan alamat oludu deb qaraymiz. Al-kitabe ataynaning ikkinchi maf'ulun bih. Biz Musa'ga kitobni berdik. Endi vel furqanadik o birinchi qarashda vel furqanadik o zaid. Al-furqan kitobning sifati. Bu xil qarash kelgan. Ya'ni haq bilan batilning o'tini ayiruvchi kitobni Musaga berdik degan bo'ldi. Bu chog'da uni zaid deb furqan kitobning sifati deb qaragan. Ya'ni ikkinchi bir qarashda o zaid emas, huruful atba al-kitabe vel furqanniki bu zaid emas, huruful atba. Bu nima desa, sifatlarning ba'zini ba'ziga atbi qilish babida. Çünkü kitaptın boğunumu Tevrat maksat, Furqan'dan boğunumu yine Tevrat maksat. Yine biz sizge kitapını verdik demek çoğunu, yine Tevrat'ını verdik demek çoğunu. Furqan'ını verdik demek çoğunu, yine nemini verdik, Tevrat'ını verdik demek çoğunu. Böyle süpetle öz ara. Yani kitap ve Furqan ikilisi Tevrat'ın süpeti hesaplanıdı. Süpet öz ara birisi bizki etbi qilish babının buludu. Demu hem qaralgan. Yani Atayna degan cümle, Atayna Musa'l kitabe vel furqana degan bu cümle mahallen mecrur. Onun cihati zırhlık degan. Çünkü o iz muzaf, Atayna Musa'l kitabe muzaf ile yolup iz hükmemek bulunmuş oldu. Leallekum tahtadun dedik. Şimdi leallekum tahtadun da bu lealle harf müşebbeh bil fil kum ismisi tahtadun onun haberi olup bu cümle ta'liliye. Yani sizlarning hidayet tepişinglar üçün biz Musaga haq bilan batilning o'rtasini ayiradigan kitob Tavratni berdik degan bo'ldi. Shu bu cümle ta'liliye bo'ladi. İllet ma'ni ifodalab kelgan cümle.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala deydi, öz vaqtida Musaga öz qavmiga ey qavmim, öz vaqtida Musa öz qavmiga ey qavmim, sizlar Muzayni ma'bud qilib haqiqatan o'zinglarga zulm qildinglar. Yaratquchinglarga tavba qilinglar. Muzayga cho'qinmaganlarni o'ldirsin dedi. Bunda qilish yaratquchinglarning dargohida sizlar uchun yaxshidir degan edi. Sizlar buni urindinglar. Shuning bilan Alloh tavbanglarni qabul qildi. Allah tövbini hakikaten kabul kılıcıdır, nihayet mehribondur. Endi Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet-i kerimde özünün ve iz qala Musa li kavmihi, Musa özünün kavmiga ey kavmim deb Musa özünün kavmiga mundaq dedi. Musa özünün kavmiga ey kavmim sizlar o'zinglarga zulm qildinglar dedi degan bu so'zi bilan Allah subhanahu wa ta'ala mazkur apuning beşte apuning gap chiqdi. Summa afawna ankum deb shu yuqori so'zlangan shu apuningki qandaq yuz bergan apu qilish ahvollarining qandaq bo'lganligini bayon qilib Alloh taolo bayon qildi. Bayon qilib deydiki, sizlar ey Bani İsrail Musa'nın şu sizlarning otanglar bo'lgan o'z qavmiga Musa Rabbi bilan uchrashishga, Rabbi uningga va'da qilgan shu va'da qilgan joydan qaytgandan keyin Musa o'z qavmiga Musa alayhisalom ularni ko'rib, ularning Muzayga ibodat qilgan holatini ko'rib Musa alayhisalom qavmiga dediki, ey qavmim, laqad zalamtum anfusakum bittakhazukum. Sizlar ey qavmim, sizlar o'zinglarga, sizlar Muzayga ibodat qilish orqali Muzayni iloh qilib olish orqali o'zinglarga zulm qildinglar. Shunlashqa sizlar endi har qanday ayb nuqsondan pok bo'lgan yaratquchinglarga tövbe qilinglar. Sizlardan bari, ya'ni hech qanday Muzayga ibodat qilmaganlar, pok jinoyatdan xoli bo'lganlar mujrim jinoyatchilarni o'ltirsin. Ana shu o'ltirish jinoyatchi emaslarning jinoyatchilarni o'ldirishi va sizlarning Allohning mushu hukmiga, sizlarga bergan mushu hukmiga rozi bo'lishinglar va sizlarning mushu Allohning mushu hukmini ijro qilishinglar sizlar uchun yaratquchi bo'lgan Allohning dargohida eng yaxshi dedi. Ondan sizlar Allah sizlarni buyrug'ini qildinglar, faqabila tavbatakum. Shuning bilan Allah sizlarning tövbanglarni qabul qildi. Allah tövbelerini qabul qiluvchi mehribon zotdir deb men Allah subhanahu wa taala tövbelerning qandoq apu qilishning qandoq yuz berganligini, apu qilish kayfiyatini alayda bizga bu oyat kirimda bayon qilib berdi. Grammatiklik nuqtasidan qolgan vaqtimizda ve iz qala Musa li qavmihi ya qavmi degan bu jumlada vav huruful atf bo'ldi. Endi iz yenilan 5 deganimizdek shu Allah subhanahu wa ta'ala'nın uzguru ni'meti degan so'zniki ni'matiga at bo'lib kelgan, urunjati tushuntirishlar kelgan so'z. Mahallama shu mansub bo'ladi. Endi maf'ulun bihi bilan. Endi qala Musa'dagi qala fil mazi Musa uning fa'ili marfu alamat rafi ad-damma al-muqaddara ala al-alif. İlib üstüde ba'da qaralgan dam bo'ladi. Li qavmi jar majrur qaliga aloqador. Qalining maf'ulun bi hisoblanadi. G'ayri sari. Li qavmihi degi cho'rsa qavmi muzab, hizmir muzab bilan Musa alayhisalom qaytadi bu zimir marjiye Musa alayhisalom bo'ladi. Endi ya harfinida qavmi munada, ya chaqish vasitasi qavmi munada muzab. Şu munada muzab bo'lsin nasb qiladi. Shu ya qavmidagi qavmi munada mansub nasb qilgan. Alamatun nasbi nima desa? Alamatun nasbi al-fatha al-muqaddara ala qabli ya al-mutakallim al-mahzub lit-takhfif deymiz.
Yengillik üçün taşlangan mutakellimning yasının oldiga da badab qaralgan patha deymiz tushunish alamdi qavmini. Qavmi yani munada bo'lgan keyin zibar qilish kerak qavma degan. Ammo bir mutakellimning yasi muzab bo'lgan. U kino mutakellimning yasi ya qavmi desa taşlangan. Nimish qadisi taxfifning nuqtasi, yengillatish nuqtasini taşlangan. Mutakellimning yasida ikinci darsimizda 6 xil ahvollar bor. İnşallah ikinci dersimizde bunu ko'rib o'tishimiz mumkin. Endi taşlangan ya bir yerde muzafin iley. Bu cümle fi mahalli cer muzafin iley oldu yine. Ya Musa li kavmi qala Musa li kavmi ya kavmi diyen bu cümle emmisi şu iznin cümledeki muzafin oldu. İnnekum zalemtum enfusekum bittehazukumul icla desek inne harf müşebbeh bil fil yine harf nasıha mı deyimiz harf müşebbeh bil fil mi deyimiz bu hafta 5. derslerimizde nayeti tefsiri toxtaldık çünkü bizim bu derslerimizden nurugunu 5'teki mezmunlarga sözlü boğaçka şöyle havalık ötümüz şu dersini eğer bir tarafından baştan tınşap gelgen rakında bir o'quvchi bo'lsa bu chog'da buni tushunuvsizlik yuz bermaydi. Agar yoqda 5 darslarni tinishmasdan bir vosita yoki o'tirdi ma'lum darslarni tinishganda ma'lum nuqtalar tushunuvsiz bo'lib qolishi mumkin. Shunga harfi nasix desak bo'ladi, harfi mushabbah bo'lgan bir atalg'u kap uning ismisi zalamtum anfusakum bittakhazukum al-ijl degan jumla innariga harfi mushabbah bilan jumla fi'liyadan kelgan xabar bo'lib mahallen merfu oldu. Şimdi zaleme pil oldu, pil mazı tum onun faili mahallen merfu çünkü zemir enfusa mef'ulun bihi muzaf kum muzafın iley. Bittihazukum desek ki şimdi ba hurufi cer ittihazi onun mecrü ittihazi muzaf kum muzafın iley bittihazikum muş zaleme pilin sebep maksat doldururuz. Sizlar üzanlarga zulm qildinglar. Sizlar üzanlarga nima sababdan desa, ba'ruf jaruldi ittihazi majrur, ittihazi muzaf kum lafzan muzafilay. Ma'nan fa'il. İttihazga masdarning kum bu yerda lafzida muzafilay ma'nan fa'il. Al-ijla maf'ulun bih avval İttihazga masdan ikinci mef'ulun bih taşlangan. Sizlar muzayni ilah qilganlik sabablik degan bo'ldi. Ba'zi yerde sababiyat kelib ittihazit bi sabab ittihazikumul ijla degan ma'noda bo'lib bu sabab maqsad to'ldiruvchi mef'ulun li ijli bo'ldi. Anda da innakum zalamtum anfusakum degan bu cümledeki innakum zalamtum bu nidanın cevabı oldu. 5'te İzqala Musa li kavmi ya kavmi deb ya harfinden kavm mudada olup bu nidalık cümle bulup innekum zalemtum enfusakum degan aşu nidalık cümlenin cevabı oldu. Anda da hemmisi qo'shilib nida ve onun cevabı olan innekum zalemtum enfusakum bittakhazukum ijla yani umum cümle bu nima gappa deganda yani bu hemmisi qalininki nimsuluda maqul qavluludu. Ya qavmi innakum zalamtu anfusakum ittakhazukum al-ijla qala iz qala Musa qalinin cümleden kelgan maqulun bih oldu. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Şu sizlar yaratquchinglarga tövbe qilinglar. Üzanglarni o'ldiringlar. Pa bu yerda pa'u ta'liliya. Sebep ma'nosini bildirgan. Pa'u ta'liliya deyishimiz nima degan gap desa, yine fa'ning oldingi jumla ta'din kinki jumlaga sabab bo'ladi. Yeni ularning o'ziga ayna zulm qilganligi, muzayini ilah qilish sababli o'ziga zulm qilganligi Allah'a tövbe qilishga sebep. Çünkü zulüm bir yerde tövbenin nimesi sebep oldu. Çünkü bir yerde fatubu ila barikum. Ta'lil dediğimiz şu tercümesi şunlaşqa sili yaratquchinglarga tövbe qilinglar deymiz. Fatubu şu fil emri mebni
Bu sukunun taşlanışı olan mebni ila bariukum cari mecrur tubu'nun mef'ulun bi gayri seri olup bu cümle ta'liliye bu. Endi faqtulu anfusakum degan fa hurufi atife uqtulu anfusakum degan cümle tubu degan cümlege et bo'ladi. Yoki fatubu ila bariukumdiki fa'il faul ta'liliye almasak. Bunu faul ta'liliye demesek ne bo'ladi? Bu şart-ı muqaddarning taşlangan bir şartning javobiga bağlab kelgan cümle bo'ladi. Bu chaqda tubu degan ila barikum degan cümle şart-ı muqaddarning javobi bo'lib jazm bo'ladi. Mesela qanday bo'ladi? In aradtum afvallahi ve gufrana fatubu ilayhi. Agar Allah dedi Musa Aleyhisselam dedi sizlar üzerlerine muzayini ilah tutuluş arqali zulm qildinglar. In aradtum. Agar sizlar Allah'ın afusini irade qilsanglar, Allah'ın gufranini irade qilsanglar, fatubu ilay. Allah'a nima qilinglar? Tövbe qilinglar. Üzerlerini öldürürler. Anda da in aradtum in harf şart aradtum afvallahi ve gufran cümle şart fatubu ilay cevabı şart olup fa şartının cevabı kelgan fa oldu. Nimişqa fa keladi? Yani çünkü şartının cevabı cümle inşa'ya olsa fa keladi. Zalikum hayrul lakum indi bariukum. Yani aşu çünkü aşu sizlarga yaratquchinglarning qilishda eng yaxshi ish aşu. Endi zalikum ismi ishora. Yani qasi aşu üzanglarni Allah'a tövbe qilib üzanglarni qanday qilganinglar o'ltirganliginglar. Bu yani ismi zalikum ismi ishora. Bu mubtada mahlam marfu kum abada xabar lakum jar majur aş xayriga aloqador xayrun maf'ulun bi aşu sizlarga yaxshi. Çünkü hayır qanda olup lakum hayır mutaalliq bo'ladi. Çünkü hayır ismi tabzil ama ala gayril qiyas. Qoidaga muxolif kelgan holatda, qoida shakliga muxolif kelgan holatda ismi tabzil. Asl qoida nima? Hayrun emas, axyaru chiqish kerak. Xuddi sharmu shuni qo'y. Sharrunning ismi tabzil eng nachar deymiz shu ashar asl qiyasi. Inda bariukum. Endi inda zarf bo'lib muzaf bariukum muzafilay. Yani zarf-ı makan olup muzafil bariukum muzafilay oldu. Anda da zalikum hayrullukum degan cümle gramatikal o'qilni yo'q, çünkü cümle ta'liliye illet ma'nosini bildiradi. Yani sizlar uzanglar Rabbinglarga tövbe qilinglar, uzangni o'ldinglar. Çünkü aşu sizlar uchun eng yaxshi. Çünkü aşu deb yana bir illet ma'nosini ifodalab beradi. Fetabe aleykum innehu ettevvabur rahim. Allah sizlarning tövbinglarni qabul qildi. Allah tövbelerini qabul qiluvchi mehribon zot. Bu yerki fetabedeki fa huruful atibe. Huruful atibe tabe aleykum ma'tub. Ma'tufun aley nima? Ma'tufun aley mahzub. Yani bu yerki fa huruful atibe tabe aleykum taşlangan cümlege atibe. O takdiri fa'altum fetabe aleykum. Yine Mişede sizlar üzanglarni öldürünler. Ana aşın çünkü aşı sizlar için Allah'ın sizlarga yaratquchinglarni qilishda eng yaxshi. Dedi. Ondan sizlar qanday qildinglar? Allohga tövbe qildinglar. Sizlar aşı Allah buyurgan ishni qildinglar. Fa'altum ma'amarakum. Yani Allah buyruğunu qildinglar, yana qanday qildi? Üzanglar o'ltirdinglar. Yani o'zini o'ldirish deganimiz bu yerda amsi anfus deb kelganimizda üzanglarni o'ltiring debdi u. Biz bayon qilganimizda bu yerda jinoyatchi bo'lganlarni o'ltirsin deb tafsir qilishimiz, chunki ular o'z jinsidan xuddi gunohkor bo'lmagan balasi gunohkor bo'lgan dadasini o'ltirishga o'xshash, o'z qavmini o'ltirish bo'lganligi uchun balasi dadasini balasini o'ltirishga o'xshash ish bo'lganligi uchun anfus deb Alloh ifodalangan bu. Shunga bu yerda fatabe alaykum deki fa'rubat tabe alaykum ma'atub fa'altum ma amarakum ma'atfun alay bo'ladi.
Endi innahu huvet tevvabur rahim da inna urfu müşabbeh bil fil ha onun ismisi. Buludu onun haber qasiye desek haberi huvet tevvabur rahim kısmı haber olar. Huve zamirul pasli et-tevvab birinci haber er-rahim ikinci haber desek buldu ne mi? İnna'nın ikinci haber desek buldu. Ya ki huve'nin zamirul pasli demi huve mubtada et-tevvab huve diyen mubtadanın birinci haberi er-rahim ikinci haber olur. Huve tevvabur rahim diyen cümle ismiye inna'nın ki haberi olsun buludu. Ahırda innahu huve tevvabur rahim diyen umum cümle tahliliye. İlletmeni. Çünkü Allah subhanahu ve taala tövbelerini kabul kılgıcı mihriban zat. Fetabe aleykum Allah sizlerin tövbenlerini kabul kıldı. Çünkü Allah tövbelerini kabul kılgıcı mihriban degan ma'noni bildirdi. Bizning dersimiz 13. dersimiz müşakçı oldu. İnşallah Allah halisa kinki dersimizde görüşelim. Ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.